Bagger 293 dunyodagi eng katta yer qazuvchi mashina. Germaniyaning Takraf kompaniyasi tomonidan 1995-yilda ishlab chiqarilgan. Bu texnika ko'mir konlarida ishlash uchun mo'ljallangan. Baggerning o'lchamlari: balandligi 96 metr, uzunligi 225 metr, kengligi 46 metr, og'irligi 14200 tonna. Bu texnikani qanchalik katta ekanligini tasavvur qilishingiz uchun ko'z oldingizga 30 qavatli binoni keltirishingiz zarur bo'ladi. Bagger 293 texnikasining quvvati kuniga 240 ming metr kub tuproqni qazish uchun yetadi. Bu texnikaning 18 ta g'ildiraklari mavjud. Maksimal tezligi 0.6 km/soat. Bagger 293 elektr toki bilan harakatlanadi va uning elektr sarfi katta shaharlar darajasidadir. Bu texnika haqida qiziqarli fakt: uni boshqarish uchun 5 kishi yetarli bo'ladi. Bu texnika yer yuzida harakatlanadigan eng katta mashina hisoblanadi.